Türkiye'nin ataqlıq yazğıcısı Reşat Nuri Gontekin'nin Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Çalı Quşu namlıq romanı. Bu roman Belqut şirkətində avazga ilinib, Belqut torida anlatıldı. Mening bilan gaplashishni nima uchun shunchalik xohlaganligingizni bilishga bo'ladimi? Mening bu so'zlarimni anglab, o'mi to'xtadi va jiddiy bir qiyofatda. Sen bilan chaqchaqlashyapmiz. Biroq masala bakmi muhim Farida. Sendan qo'rqaman, dedi. Shundaqmi? Nimandan qo'rqsiz? Voy tova. Gapdanliqingdan. O mening har kundagi ishim emasmi? Bu kechining har vaqtdagiga o'xshamasligidan. Bu kechida qanday olaylik borkin? Kamran bekmi horg'an va xafa edi. Shiminimi o'ylamasdan shaxlarning birida o'ltirdi. Chaqchaqlashayotgandek ko'rinsimi, yig'ilib o'tadigan bir alpozda edi. Men uningga ichinganim uchun emas, balki uning bilan gaplashishga taqdim qolmaganligi va nima bo'lsa-mu uningdan tezroq qutulish uchun xotirjam bo'ling, qo'rqidek bir ishning bo'lmaganligiga ishonsangiz bo'ladi. Mehmonlarning qishig'i bering, sap bo'ladi, dedim. Farida, bu mundaqla aytilgan gapmi? Qasammi? Hem sözüm, hem qasimim. Nemini xalsınız şu? İşensem bo'lamdi. Menimcha ishinish lozim. Burunqidek kichik bola emasman-ku axir. Farida. Men nemini bilatdim? Nima deyishimdan qo'rqsiz? Men daraxtda o'zimchila o'tirgan edim. Lekin Belqut xazinasi. Bilmayman, lekin ishongim kelmaydi sana. Sizga cho'pchung, asoyishliq, rasmiy qiz bo'lib qolganligimni deyishimda bir maqsad bor. Qani, suyimlik aka, ortiqcha o'zingizni xafa qilmang. Ba'zi narsalar bo'ladiki, uni bolalarmi sezadi. Lekin voyaga yetib qolgan yosh hech qachon sezolmaydi. Bering, ko'nglingiz aram topsin. Kamranning qo'rqishi asta-asta hayronlikqa aylandi. Meni ko'rishni xohlagandek beshini egiz ko'tirib. Bugun gaplaring butunlay boshqacha Farida, dedi. Gap uzarsa, parangning oxiri tugamaydi. Shunga yosimi bir g'azab bilan vaqirdim. Bo'ldi, endi gapni uzarsangiz, so'zimni qaytarib olaman. Qog'imni o'zingiz biling. Mening bu tahdidim uni qo'rqitdi. U aldirab daraxtdan tushdi. Nariman ketgan yo'l bilan menishdan uyalganda bog'ning u chetiga qarab mangdi. Baxtli to'l shu kechadan keyin chahar bog'da ko'rinmadi. Kamranning uzungacha mendan qo'rqib yurganligini his qilatdim. Kamran har qitim Istanbulga kelganida menga sovg'alar ib kelatdi. Gullik yapon kunligi, yipak qo'l yog'liqlar, yipak paypoqlar, yurak shakllik pardoz ayniki, chiroyli qo'l so'mkisi. Sho'x boladan ko'ra, bo'yiga yetib qolgan yosh qizga yoqadigan bu narsalarning menga sovg'a qilinishida nima maqsad bor? Chala qushining ko'zini bo'yash, og'zini tuvoqlash, gapdanlik qilishni to'sishdan boshqa nima amal bo'ladi? Boshqalar meni aslab yo'qlab kelsa, buningdan xushallik his qilgudek yoshga kelgan edim. Bu chiroyli narsalar o'zimga yoqadi. Lekin nima uchundir bu sovg'alarga ahamiyat berganligimni Kamrang'imi va boshqalarga bilindirmaslikni xohlaydim. Chimanlik chahar bog'lar, qaysi ko'zlik yapon qizlar bilan bezalgan kunligimni yerga to'pilag'i cho'rib etib, yerdan ittik olmaydim va hamlarimdan. Farida, sana qilingan sovg'alarni shunda qadrlamsan, degandek ovozlarni eshitdim. Barmoqlarim bilan yumshoq va parqiroq terisini silg'anda, hurmat hislerim qo'zg'algan so'mkamga bir kuni qo'limdagi ho'l mevlarni sanmoqchi bo'lgandek harakatlarni qilib, hammalarimni banchunga sog'an edim. Ko'zim yanami bir oz ichilgan bo'lsa-edi,
Kamranning bu qo'rqishidan texmi ko'proq foydalangan bo'lardim. Har xil popozlar bilan yana allaqanday narsalarni elishga majbur bo'lardim. Lekin men o'zim shunchalik yaxshi ko'rgan bu narsalarni yertishni, sundirishni, yig'lab turib putlarim bilan chaylab etishni xohlaydim. Navra akamga bo'lgan adovatim, nafratim hech tugaydigandek emas edi. Boshqa yozlarda maktabning ochilish kunlari yaqinlashgan sari beshim og'rib, ko'zlarim qorong'ulashadi. Halbuki bu yil uydan va bu odamlardan yiroqlashadigan kunni to'rt ko'z bilan kutdim. Maktab ochilgan dastlabki haftalarning biri yakshanba kuni edi. So'rlar bizni qog'oz zavodiga sayohatga olib chiqqan edi. So'rlar ko'cha arlab yurishimizni yaxshi ko'rmaydi. Nemishqidir shu kuni ko'p aylanib ketganimiz uchun qorong'uda qoldik. Men sapning eng oxirida edim. Saboqdoshlarimdan mening qanday qilib xeyli uzab ketganligini sezmay qoldim. Men sapning eng oxirida edim. Saboqdoshlarimning meningdan qanday qilib xeyli uzab ketganligini sezmay qoldim. Ular meni odatim bo'yicha oldida ketib qoldi deb o'ylagan o'xshaydi. Shunga meni izlab chaqirgan ovozni anglatmadik. Bir chaqda yenimda bir ko'langi paydo bo'ldi. Qarasam, Mishelgan. Sen neden çalık kuşi? Nemişki yalğız özüm astamandın? Dedi. Onun pakacıkımda bağlavağanı kol yağlıqını kösettim. Dayı oynav etip yıkılıp ketken edim. Putumni zahmlendirip ağındın xavring bolması gerek? Dedim. Mishel yaman kız emasiydi. Halımga içindi. Sana yardım kılay xalamsan? Herhalde meni hapaş qilib xiyalın yoktu. Tabii yok. Bu hem mümkün emas. Men qo'lt qilib olishim mumkin. Bo'lamdi. Undaq emas. Qo'lini o'ramga qo'y. Ha, kuching bilan. Men belingdan tutay. Og'riqingni yeniklishidi. Qanda? Manganda og'riqi biroz pasaygandi. Deganini qildim. Haqiqatan aram bo'ldi. Rahmat Mishel, sen bekmi yaxshi qizsan? Dedim. Bir oz mangandan keyin bilamsan Farida, mundaq manganimizni ko'rgan saboqdoshlar nima deb o'ylaydi? Nima deb o'ylashidi? Farida ma oshiq bo'pti. Mishelga dardini aytib beryotdi deb qala. Bir dilla to'xtadim. Gaping rostmi? Albatta. Undaq bo'lsa qo'limni qo'yib et. Shu buyruqni qilganimda ofitserlardek jiddiy edim. Mishel meni qo'yib etmay. Ahmaq, bunga ishonamsan? Dilqut xazinasi. Ahmaqmanmi? Nemishqa? Hammasi sening qandaqligingni bilmamdi. Nima demoqchi bo'lasan? Hech narsa. Seningda undaq ahvol bo'lishi mumkin emasligini, birasi bilan yurish ehtimolining yo'qligini da'vatman. Nima uchun? Meni sat debmi? Yo'q, sat emas. Aksicha chiroylisan, lekin to'zatgili bo'lmaydigan darajada sodda va nodonsan. Sen shundoq o'ylamsan? Menla emas, hammasi shundoq deb o'ylaydi. Muhabbat babida chala qushi haqiqiy go'rt deyishidi. Go'rt degan so'zning turkchisini yaxshi bilmasammi, ammo fransuzcha qapoq cho'michi, suv qapiqi, asal qapiqi degandek ma'nolarni bildiradi. Qaysi bo'lmasin yaxshi ma'noda emas, balki pakar bo'yim, dixmoq gavdam bilan bu qapoqlarning biriga o'xshab ketishim mumkin. Endi chali qushi ismining kayniga go'rt degan laqab qo'yilib qolsa, bakmu dahshat bo'ladi. Qanday qilib bo'lmasin, bu odamning izzat nafsiga tegadigan xavfning oldini olishim kerak. Mishelning o'zidan o'rgangan bir qiliqni qildim. Beshini mo'ysiga qo'ydim. Ma'nili qarab, g'amkingina kulimsiradim. Sizlar shundoq deb o'ylayveringlar.
Nima deyapsan, Farida? Mishel turibli qoldi va menga ajablanib qaradi. Men bo'ynimni qisib tasdiqladim. Afsuski shundaq, dedim. Keyin bu yolg'onga texmi ishondirish uchun o'q tatib qo'ydim. Mishel hayron qolganidan biri cho'qinib oldi. Yaxshi ish, bekmi yaxshi Farida. Afsuski, zodil ishongim kelmaydi. Bechora Mishel shunchalik muhabbat mastanasi ediki, buni boshqalarda sezishmi uni zuhlantiradi. Faqat o'zi aytgandek ilojisi qancha ishonishga va ochiq oshkora xushal bo'lishga petinolmaydi. Axloqlikdan bir yolg'onni to'qib qo'ydim. Endi izzat nafsim uchun buni oxirgacha elib chiqishim kerak. Shundaq Mishel, men birisini yaxshi ko'raman, dedim. Faqat yaxshi ko'rishmi chala qushi? Shubhasiz, uningmi mayli bor. Grand Gurt. Bay u menga aytgan Gurt so'zining oldiga cho'ng sifatini qo'shib o'ziga taqdim qildim. Lekin bu sening eting shu, deyish uning esiga kelmaydi. Demak, yolg'on boshlanmay uningga o'zimni tanitishga muvaffaq bo'ldim. Nima degan baxt? Mishel meni zo'r kuyimchanlik bilan yo'lab boradi. Degina Farida, qandoq bo'ldi? Demak, senmi? Ha, yaxshi ko'rish ajoyib ish. Shundoq emasmi? Albatta yaxshi, ajoyib. Kim o yaxshi ko'rgan yigiting bek chiroyliqmi? Bek chiroyliq. Qandoq tanishding? Nerda ko'rishding? Bo'ldi, yolg'irtma, bo'lamdi. Jinim bilan aytib bergan bo'latdim. Lekin nimalarni to'qib so'zlab berishni bilmaydim. Haqiqiy yaxshi ko'radigan odamni topganlarga hayron qilishim lozim. Uni xiyolan tepish shunchalik qiyinki. Qani Farida, yo'shirma. Bo'lmasa charchaq qipti deyman. Birdilla aldirab qoldim. Charchaqmi? Xudo saqlasin. Men qopoq chumichi yoki suv qapiqimi? Shundaq bir oshiq hikoyasini to'qib chiqarayki, senmi hayron qol. Mishalga yaxshi ko'rgan odamim bilan maqtanish uchun aqlimga kimni keltirsam loyiq ko'rsizlar? Kamran. Bir nara akam bilan yuraman. O'tgan yil maktabning koridorida ko'rgan seriqroq bir nara akammi? Dal o'zi. Ah, qanday chiroyli. Men dedim-ku, Mishel muhabbat uchun yaratilgan bir qiz. Kamran bu chaqqicha maktabga 2 yoki 3 qitim kelgandi. Mishel jigar hidini turgan mushukdek yosh yigitning kelganini sezib, darhol koridorga yugurib chiqib, bizni paylagan bo'lishi ajab emas. Yulduzlar chiqdi. Ko'z bo'p qolganiga qaramay, havo odamga ziroat puroqlarini his qildirgudek illiq edi. Tenim barliq ig'irligi bilan Mishelning mo'risini besib turardi. Chochlarimiz, yuzlarimiz bir-biriga tegib turgan holatda o'zim to'qigan hikoyani so'zlashga boshladim. Bugungidanmi oydin bir kecha edi, dedim. Eshik oldida turgan odamlardan yiroqlashdim. Men oldida Nevra akam 2-3 qadam keynimda. U menga ajoyib narsani so'zlaydi. Lekin nimalarni deganini bu yerda aytolmayman. Chunki so'zini anglayolmaydim. Tomizg'ila shunchalik chirildishyapti. Biz mangduq. Ay yo'riqida ko'lga o'xshash ko'ringan maydonlardan daraxtlar orasidagi qorong'ulikka kirib ketdik. Keyin yana oydin maydonga chiqdik. Bir ozdan keyin yana qorong'ulikka kirdik. Beg'inglar shuncha ola cho'ngmi Farida? Xatoga yo'l qo'yishdan qo'rqatdim. Yo'q,
unchilikmi cho'ng emas. Biz astan mangduqda. Keyin hikoyamni davomlashtirdim. Axir yo'limizni tugadi. Bog'ning oxirida qo'shnimizning temiga esirib tushgan cho'ng bir chinor daraxtimiz bor edi. Shu daraxtning tuyiga kelib to'xtadim. Men putimning uchida ko'tarilib, o'zimni qo'shnimizning beg'iga qarayotgandek solatdim. U qo'llarini o'g'laydi. Bir nima qilmoqchi, lekin paytolmaydi. Aqangda tursa, uning harakatini qanday ko'rdim? Nevra akamning ko'langisi tamg'a tushib turadi. Shuningdan rolimni bakmi yaxshi o'ynayapsam kerak. So'zlab etib titraydim. Ovozim bo'g'ilib, ko'zlarimga yosh keladi. Keyin nima bo'ldi, Farida? Keyinchi? Keyin Dilqut xazinasi. Nevra akam birdanla belaklarimdan tutdi. Ajoyib ish. Keyinchi? Keyin bilmayman. Hey, ben qiziq yerda to'xtatib qo'yding-da. Keyin daraxt uchida bir qush saylab ketdi. Qo'pol va sap qush qo'rqib qochib ketdi. Endi ko'z yeshimni tutolmasdan, beshimni Mishalning ko'ksiga qo'yib, buqildab yig'lardim. Bu yig'am qanchalik davomlashyapti bilmayman. Xayriyat, Mishal bilan yo'qolib ketganimizni sezib qolganlar vaqirab jaqirab bizni chaqirishdi. Mishal ularga javob qaytardi. Kelyapmiz, biroq chopsam mangamaymiz, chunki chala qushining puti og'riq. Barakalloh Mishal, men faqat og'riq zo'ridan yig'layapman, endi chopsam mangayli. Men shu kechasi hammasi uxlagandan keyin o'rnimda yig'lab yotdim. Lekin bu ko'z yoshlarim o'zim o'ynagan rolim uchun emas, balki o'zimga xafaligimdan to'kilyotdi. Agar saboqdoshlarimga o'zimning go'rt emasligini isbotlash uchun yolg'onni o'ydirib chiqishni o'ylagan ekanman, dunyoda boshqa birisi tepilmagandek, nima uchun bir nevra akamni, dunyoda eng yomon ko'radigan odamim Kamranni tilga oldim. O'zimga shunday qasam qildimki, at degan o'rnimdan turish bilan Mishalning qo'lidan tutib bir bulunga opirib, oqshomgi so'zlarimning yolg'on ekanligini uningga aytaman. Lekin iloj bo'lmadi. Atsi uyg'onsam, ochiqlarim, hijolatchiligim butunlay yo'qolgan edi. Menga har vaqtdagidan boshqacha ko'z bilan qarab, xuddi kasal bog'ni avaylagandek muomala qilayotgan Mishalga haqiqatni aytishga petinolmadim. Bu hikoya saboqdoshlarim orasida tarqalishga boshladi. Mishal ularga qattiq chekilgan bo'lsa kerak, hech kim menga bir narsa deyolmaydi. Faqat qarashlaridan, kulishlaridan nima demoqchi bo'lganligini bilib turardim. Bu ahvol meningda g'alati bir g'urur paydo qiladi. Bir mezgil gattonligimni va yarimaz qiliqlarimni tashlashga majbur bo'ldim. Hozir hammasi meni bir davra aksini yaxshi ko'rib qolgan qiz deb qaraydi. Bunday ahvoldagi bir qizning go'dak boladek sakrab, taqlab o'ynashi, yarimaz qiliqlarni qilishi bakma yarashmaydi. Afsuski, sut bilan kirgan qo'y jon bilan chiqadi degandek, oxirgi tanaffus vaqtlarida va kashki chaqlarda Mishalning qo'liga esilib olib, uningga yangi to'qiganlarimni aytib berardim. O'zimni shayton vasvasasiga tushayaptim. Yana bir dala sayohatidan qaytganda, shu kuni nima uchundir biz bilan birga bormagan Mishal meni eshik oldida kutib oldi. Qo'limdan tutib yugurtgan peti bog'chining bir burjigiga elib bordi. Sana yetkazdigan bir xabarim bor. Hem xushal bo'lasan, hem xafa bo'lasan. Bugun sening seyrak qilib davr akam maktabga keldi. Cho'qim seni yo'qlab keldi. Kashki, senmi men bilan qolgan bo'lsang edim? Ishongim kelmaydi. Biror muhim sabab bo'lmasa, Kamran nemishqa meni izlab keladi. Mishal balki xato ko'rib qolgandi.
bu gumonimni uningga deymedim. Yolg'ondan ishongandek qilib. Yosh yigitning yurayotgan qizini ko'gili kelishi tabiiy, shundoq emasmi? dedim. Yo'q, bu qag'iningga xafa bo'lding-ku deyman. Albatta. Mishel yuzimni siladi. Seni yaxshi ko'rgandan keyin albatta yana keladi. Cho'qim. Shu kuni kechki tomoqdan keyin Matilda meni chaqirdi. Zərlik çeldak bilan biri-biriga bog'langan ikki rasmli kamput qutisini berdi. Bularni sana Nevra akang akapdi, dedi. Matilda men yaxshi ko'rmaydigan shaxslarning biri. Ammo qutilarni menga uzatayotganda bo'yniga esilib, yuzimni so'yib o'tishdan o'zimni aralli tutib oldim. Demak, Mishel xato ko'rmabdi. Maktabga kelgan Nevra akam edi. Savoqdoshlarim orasida hikoyamning rost ekanligiga gumonlanganlar bo'lsa, bu qutini ko'rish bilan ularning fikrlarini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Nima degan yaxshi? Qutilarning biri har xil rangli kamputlar, yana biri farqli qog'ozdagi o'ralgan shokoladlar bilan to'lgan edi. Agar bu ish 4-5 oy avval bo'lgan bo'lsa, bularni eng yaqin savoqdoshlarimdan ehtiyot bilan yushirgan bo'lardim. Lekin bu oqshom muzokara vaqtida qutilar qo'ldan qo'lga o'tadi. Qizlar insoviga qarab birdan ishkidan oladi. Ba'zilar yiroqda turib, menga ma'nili ishoratlar qiladi. Men xijolat bo'lgandek beshimni boshqa tarafga burab olardim va kulatdim. Bu nima degan yaxshi? Mishel yaltirab tövi ko'rinishga boshlagan qutilarimni menga berib o'tdi. Bular odatda va'dalashgan qizlarga beriladigan shakar qutisi Farida, deb pichirladi. Hikoyam menga xeyli qimmatga tushdi. Lekin qanday qilamiz? Anglayotganinglar Bilqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 3 kundan keyin imtihon uchun rangli jo'g'rofiya xaritasini sizib o'tdim. Bo'yoqchilik ishlarida zodili ta'min yo'q. Shunga doim qo'llarimni va lavlarimni bo'yib olardim. Shu kuni men shu tariqada ishlayotganimda darvozaning qizi sinfga kirib, meni ko'rish uchun kelgan Nevra akamning kutish uyida kutayotganligini aytdi. Nima qilishni bilmagandek atrofimga va o'rindiqda o'tirgan muallim so'riga o'diqib qaraganligim esimda. U "Borg'in Farida, xaritalaringni shu pet qo'yib qo'y. Mehmoningning oldiga chiq", dedi. "Xaritalarni shu pet qo'yib qo'yaman. Xo'sh, mehmonni qaysi holda ko'rishga chiqaman?" Yenimdagi savoqdoshlarim tartuqining yanchuqidan kichikkina bir aynakni chiqarib, meni shanqo qilgandek oldimga qo'yib qo'ydi. Yuzimning, bo'libmi og'zimning holi bakmi kulkilik edi. Xat yozganda qalamni og'zimga sag'inimdek, hozir may qalamni og'zimga sag'an edim. Kalpiqlarim seriq, qizil, ko'k, har xil bo'yoqlar bilan bo'yalgan. Bularni qo'l yog'liq bilan surtibmi, hatto sopillab yuvibmi chiqaramaydiganligimni, chiqaraman deb texni suvashtirib o'tadiganligimni bilatdim. Bularning Kamran uchun ahamiyati yo'q. Uning oldiga qanday chiroy bilan chiqishni xohlasa, shunday chiqayveraman. Lekin kelguvchining kim ekanligini bilib, har-xir kulayotgan savoqdoshlarim uchun men yurayotgan, hatto verlishish oldida turgan bir qiz edim. Voy, Xudo jazosini bersin. Koridordan chiqayotganda ko'zim tushgan aynak meni behno cho'chitibdi. Agar kutish uyining oldida hech kim bo'lmagan bo'lsa, ichiga kirmagan bo'lardim. Bu yerda harakatimga ma'no beradigan yot odamlar aylanib yurganda nagimi qachatdim. Qanday qilaman? Bular ish bo'ldi. Ishni aldirash ichib, bo'randek kirib keldim. Kamran derizning yenda o'r turadi. To'p-to'g'ri yiniga borsam, balkim bir-birimizning qo'lini tutishga to'g'ri keladi. Va Nevra akamning qizlarninkidek pokiza,
chiroyli qo'llarini o'l qo'llarimdagi bo'yoqlar bilan rasvo qilib o'tdim. Ko'zim ustal ustidagi zar chiltaklar bilan bog'langan bo'loqqa tushdi. Bularni menga akaginini bildim. Endi shavqin ko'tarmasdan lavlarimdagi bo'yoqlarni kichik bolalardek qo'lim bilan yushirishdan boshqa ilojim yo'q edi. So'g'lar uchun qora ter tuqumning etikini tutib, yenikkina tez pukib salom berdim. Ve qutilar uchun qo'lim bilan bir qancha suyish avatib, shu orqali lavlarimdagi bo'yoqlarni suslashtirdim. Kamran kulib yenimga keldi. Endi onunga azroq iltifot qilishim kerak. Cho'ng iltifot qilsiz Kamran bay efendim. Kempüt şokoladlar men uchun keltirilgan bo'lsa-mu, nima uchundir kishi xijil bo'ladi ekan. Oldingi kunki qutilarda bir xil kempütlar bor edi. Xudo xolisa bu qutilarning shularning hadis singlari chiqib qolishi mumkin. Bu shirinliklarni ta'riflashning imkoni yo'q. Og'ziga sasila eriydi. Xuddi yurakni ta'mi erib ketayotgandek. Dedi. Bu qitim yanama qimmatli narsa topasan deb o'ylayman Farida. Dedi Kamran. Yasalma bir sabrsizlik bilan u ko'rsatgan bo'loqni aldirash ochdim. İşçiden 2 dona parqaroq qog'ozli kitob chiqdi. Bular milod bayramida kichik bolalarga sovg'at qiladigan rasmli cho'chak kitoblar edi. Lavra akam tushunib bo'lmaydigan bir sabab bilan meni zanglik qilmoqchi o'xshaydi. Agar shu niyatda avara bo'lib bu yerga kelgan bo'lsa, bu yaxshi emas. Qanday qilay? Ya edibini berib qo'yish kerakmi? Hayronman. Lekin o'zimni tutolmadim. Bo'ylab ketgan lavlarimga yarashmagan bir jiddiylik bilan. So'g'laringizning hammasi uchun rahmat aytaman. Ruxsat qilsangiz, azroq ogohlantirish bersam. Bir necha yil avval sizmi bola edingiz, lekin shu chaqda hozirgi jiddiyligingiz va egri besiqligingiz bilan cho'ng kishilarga o'xshaydingiz. Biroq yanada bola edingiz, shunaqa emasmi? Xudoga shukr, siz yildan yilga cho'nglayapsiz. Rasmlik romanlar qahramoniga o'xshash yigit bo'lib yetilyapsiz. Nemishqa men burunqi bola holimda qoldi ekanman? Kamran hayron bo'lib menga qaradi. Kechirgin Farida, tushunmadim, dedi. Tushunmaydigan hech nima yo'q. Ya'ni siz cho'ng bo'lyapsiz-u, men oltin kutubxona cho'chaklarini o'qiydigan gulak bola holatida turaveramanmi? Nemishqa men 15 yoshga kirgan qizga qilinadigan muomalaga erishamayman? Kamran texchili yuzimga ajablanib qaraydi. Yanada tushunmadim Farida. Uning tushunmaganligiga ajablangandek mo'rlarimni qisib, levimni purishtirdim. Rostimni desam, o'zimni nima demoqchi ekanligimni tushunmaydim. Aytganlarimga pushaymon qilib, qechib ketish paytini izlaydim. Endi asabiy bir harakat bilan ikkinchi bo'loqning yipini uzdim. Buningdan kemputlar chiqdi. Kamran tezlikda rasmiy qiyofatda egilib, sizni bo'yiga yetib qolgan qizday ko'rib muomala qilish kerakligini o'z og'zingizdan anglash meni bekmi baxtli qildi Farida, dedi. Kitoblar uchun sizdan kechirim so'rash kerak deb o'ylamayman. Chunki kemputlar isbot bo'la olaydi-ki, kitoblar charchoqdan boshqa narsa emas. Maqsad sizga kitob akilish bo'lsa edi. Boya siz degandek romanlardan tanlab akilatdim. Kamranning bu qiyofati va so'zlari albatta chaqchaq edi. Shundoq bo'lsa-mu, oldimda bu ovozda shu so'zlarni aytishi menga bekmi yoqdi. Javob berishga majbur bo'lmaslik uchun qo'llarimni xuddi duo qilayotgandek biri-biriga tekkizib, cho'nqir xiyolga cho'mgandek ko'rinishga tirishdim. U so'zini tugatgandan keyin yuziga qaradim va ko'zlarimga tushgan sochlarimni kaynimga silkib, nima deyotganingizni tushunolmadim efendim. Kemputlar shunchalik tatliki. Bularni ko'rib yarashdik. Ko'p rahmat Kamran. Gapini tushunmaganim uchun ranjigan bo'lsa kerak, lekin buni sezdirmaslikka tirishdim. Cho'nqir bir tindida yosimi bir sovuqqonlik bilan,
Nimemi deydik? Agar balalar soğuğusu ko'nglingizga yoqmagan bo'lsa, bundan keyin cho'ng odamlarga loyiq so'g'ular bilan yo'qlab kelaman, dedi. Men shu topda faqat kamputlar bilan ovardek ko'rmadim. Güher sandıqni tomosha qilayotgandek zo'qlanib qaraydim. İçidan kamputlarni elib, rasmlik yezib ustiga tizatdim va o'zimcha kasganmas narsalarni biljirlaydim. Bularni yeyishning o'zimi bir san'at Kamran. Bu san'atni kamina ojizingiz ijod qildi. Qarang, seriqini qizilidan avval yesangiz hech qanday ziyon topmaysiz. Shunaqa emasmi? Ammo afsuslanarli shuki, qizili bekmi tatliq va puraqliq. Buni avval yesangiz seriqining shirin lazzatiga, tatliq puruqiga uval bo'ladi. Ah, jinim kamputlar. Kamputdan bir tal ilib lavlarimga tekkizdim. Xuddi qushning bolasini o'ynayotgandek, kamputni avaylab og'zimga silib etib, uning bilan gaplashgandek qilatdim. Kamran qo'lini uzatdi. Uni menga dagina Farida. G'alati bir alpozda qaradim. Nima qilasiz? Yeyman. Qutini oldingizda ichib xato qildim. Elib kelgan narsalarimizni o'zingiz yeydigan ish bo'lsa, rosa faqat shuni bilagin. Rosa emasmi? Bu nima degan gap? Odam birsi og'ziga solgan narsalarni yerganmaslik uchun. Voy, nimalarni o'ylayapman? Har holdan birdan tamtirab va o'yilib qolgan bo'lsam kerak. Birdilla Kamran qo'lini uzatib, kamputni qo'limdan tortib olmoqchi bo'ldi. Lekin men chaqqonlik qildim. Kamputni og'zimga soldim-da, uningga tilimni chiqardim. Sizning qo'lingiz mundaq etik emas edi. Bu qanday bo'lg'ini? deb chaqchaq qildim. Qarang, men sizga mundaq tatliq kamputni qanday yeyishni ko'rsatib beray. Lekin xohlagancha yeng. Beshimni kaynimga tashlab, yana tilimni chiqardim. Kamputni tilimning ustiga qo'ydim. U asta erigan siri beshimni ichki yonga chayqab, tilim bo'sh bo'lmag'ashqa qo'l harakatim bilan kamputning bakmi lazzatli ekanligini bildiratdim. Davra akam ajoyib bir hayronlik bilan chakchiyib qoldiki, o'zimni tutolmay kulib etdim. O'zimni besib olib, qutini uningga uzatdim. Endi o'rganish lozim bo'lgan narsani o'rganib olganingiz uchun bir tal kamput taqdim qilaman. Kamran chaqchaq aralash xafalık bilan ihtirib etdi. Menga kerak emas, hammasi sening bo'lsin. Endi aramizda deydigan gap qolmagan edi. Adab yuzasidan uydagilarning hol ahvolini so'rab, ularga salom aytganimdan keyin buloqlarni qo'ltiqimga qistimda ketishga tayyorlandim. Tuyuqsiz yandagi uydan taraq-turuq ovoz anglandi. Quliqimni dim tutdim. Maktabning lavhalari va xaritalari esib qo'yildigan bu uyning eshigi sal avval ochilgan edi. Keyin lavhalarning biri tushib ketgandek bir ovozni anglagan edim. Hozirmi kaynidagi aynaklik eshikning orqasidan chashqanning tiqirlishirak ovozni va harakatning borlig'ini sezib turardim. Kamranga to'ydirmasdan eshikka nazar tashladim. Ah, nimani ko'rdim? Mustovlagan aynak orqasidan yo'g'on bir boshning ko'langisini. Darhol tushundim. Demak, bu Mishel. U xarita lozim bo'lib qoldi deb sotti so'rini oldigan va kutish uyining yinidagi uyda bizni poylashga kirgan edi. Ko'langa yo'qoldi. Biroq aynakning ostidagi oshqo'sh to'shkidan bizni marab turganligi cho'qim. Nima qilishimiz kerak? Ikkimiz bir-birimizni yaxshi ko'radiganlar bo'lganligimiz uchun u bizdan boshqacha narsalarni kutatdi. Men Nevra akamga, "Xo'sh, oq yo'l tilayman, uydagilarga salom ayting" deb mendab chiqib ketganimda sir ichilib qoldim. Koridorda sochlarimni tuzashtirib, beshimni silab, "Menga cho'chak aytibsan-da" deb kuldi. Bu qo'rqish shu topda meni qovliq qilish qo'yiq soldi. Garchi yaxshi ish bo'lmasmi,
artist qilgan ekanman, oxirgacha davomlashtirishim kerak. Michelmo saboqdoshlarimning ko'pchiligidek turkchani bilmaydi. Shunga so'zlashgan gaplarimiz uning uchun ahamiyatsiz. Ishqilib, ovoz bilan harakatlar oshiq mashqlarga o'xshasila bo'ldi. Kamronga esimdan chiqishga tasliq qapti. Enikanamning navrisi Chaharbog'dimi? dedim. Enikanamning navrisi necha yillardan beri Chaharbog'imizda turayotgan bir yetim bola edi. Kamron bu savolimga hayron qoldi. Albatta, Chaharbog'da nima ketadi? To'g'ri, buni bilaman. Faqat nemish qilur shu bolani bekmi yaxshi ko'raman. Kamron kulimsiradi. Bu nereden chiqqan gap? Sen o bichorning yuziga qarabmi qo'ymaydingmi? Sizdan so'rab baqay. Yuziga qaramaslik nimani isbotlaydi? Yaxshi ko'rmasliknimi? Nima sarangliq? Aksicha men o bolani shunchalik yaxshi ko'rmanki. Men yaxshi ko'rman degan so'zni Ladam o Kameliya rolini olgan artistdek bo'ynimni egib, qo'limni ko'ksimga qo'yib turib takrorladim. Va ko'z qirim bilan ishga sap soldim. Michel oldi eg'iz turkcha bilsa, buning uchi cho'qim yaxshi ko'rish, muhabbat, ishq degan so'zlar bo'ladi. Mubada u bu taxminimdan xatolashganimdimi? U bu so'zlarni lug'atdan axtarib tepib oladi. Yoki yaxshi ko'ramanki so'zining qanchalik ajoyib ma'nosi borligini turkcha biladigan har qanday kishidan so'rab bilishim mumkin edi. Bu masalada yolg'iz Michelni emas, Kamronni nazarda tutish muhim edi. Lekin ikkinchi tadbirimni yaxshi o'rindayamsam kerak. Kamron so'zlarimga, qiliqlarimga kulishga boshladi. Bu nereden chiqqan shamol Farida? dedi. Nereden chiqqandu? Vaqtni o'tkazadigan ish yo'q. Yanala boyiq qizg'inlik bilan. Qanday qilay? Shunday yaxshi ko'raman, dedim. Menga va'da bering, uyga berib shu bichora bolani souvenir o'rinda. Uqdingizmi? Yaxshi ko'rganimning hadisi o'rnida. Enik anamning navrisiga opirib beraying deb Michelning ko'zicha bir narsa berishni shunchalik xohlaydim. Lekin yonchiqimdan kashki muzokara vaqtida mugdab o'tirgan so'rga aytish uchun turmaklab qo'ygan qog'ozdan boshqa hech narsa chiqmadi. Chorsizlik menga buningdan yaxshisini berishdi. Birdilla Kamronning qo'llaridan tutdim. Quchqiga tashlangandek bir xil qiyofatda. Shu bolani men uchun quchqingizga iling. Yuzidan, ko'zidan qayt suying. Uqdingizmi? Bunimi o'rindaydigansiz, a? Kamron bilan xuddi quchoqlashgandek turardik. Nafaslarimiz aralashib ketdi. Hech narsadan xabarsiz bichora Nevra akam bu jo'shqinliklarimga biror ma'no berolmasdan hayron bo'ladi. Rolimni g'albi bilan o'ynab bo'ldim. Parda tushsimi bo'ladi. Kamronning qo'lini qo'yib o'tib, g'asirab, o'midab sirtqa chiqdim. Michelning koridordan orqamdan yetib kelib, bo'ynimga esildiganligini bilatdim. Atrofning jimjitligini bilib to'xtadim. Keynimga yenib, asta besib, lavhalar esilgan uyning oldiga keldim. Ishkirada biror ovoz yoki shapining bo'lmaganligi uchun ishni echishdan o'zimni tutib qololmadim. Nimani ko'rdimda? Andisanda muzikadan dars berish uchun keladigan qiyri frar kesalga emasmi? Titirgan putlari bilan o'rindiqning ustiga chiqib olib, ishkabning yuqorqi tartiblaridan nota daftarlarini axtarib o'tadi. Tufi, Xudo jazoni bersin. Michel deb vahimaga tushib, bekor Kamronning oldida o'zimni sharmanda qildim. Bezgak tutgandek yuzimning o'tdek yeniyotganini his qilatdim. Sinfga qaytib kirish o'rniga boqqa chiqdim. Suv trubasining oldiga berib, jumakni ochdimda suvga beshimni tutdim. Vujudimda harorat bilan birga titrashmi bor edi.
Sular çaşlarımdan, yüzümden eqib, ko'nglimning ichiga kirib ketdi. Muhabbat degan narsaning roli shunchalik yondirib titiradigan narsa bo'lsa, kim biladi? Uning o'zi qanday narsadir? deb o'yladim. Anglayotganinglar Belqut to'g'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shu yili Kamran maktabga nihoyatda ko'p keldi. Shunchalik ko'p keldiki, har qitim eshik ochilganda xuddi meni kutish uyga chaqirg'ili kirgandek yuragim dupillaydi. Menga ilib kelingan shokolad, pashmat va praniklar bilan butun sinf ta'minlanib turdi desam lab bo'lmaydi. Tirishchanligi bilan emas, ta'magarligi bilan mashhur bo'lgan saboqdishim Mari Treslanta jiyan bu tatliqlarni oppoq, mustahkam tishlari bilan yeb turib, yushirib qolmagan hasrat va hayronlikda. Muhabbat deshaning sana shuncha ola ajoyib she'rliklarni keltirganiga qaraganda, seni bekmi yaxshi ko'rish kerak, deydi. Afsuski, bu hikoya meni bezor qilishga boshladi. Ba'zida o'zimcha o'ylanib ketaman. Gapdan balaning og'zini tuvoqlash uchun ep kelingan bu narsalarni saboqdoshlarimga boshqacha ma'noda ko'rsatish hayosizlik emasmi? Nima uchun Kamran pat-patli maktabga keladi? Har qitimda mush tarafda o'tiradigan bir kasal do'stimni yo'qlab kelgandim. Taksim bog'chisi bir oz muzika anglay deb kelib edim degandek sabablarni ko'rsatdi. Bir kuni hech narsa so'ramsammi? Nishon tashiydigan yerda dadamning bir ko'ni do'sti bor edi. Shuni ko'rib keldim. Dadam uni bekmi yaxshi ko'radi, dedi. O'zimni tutib olmasdan birdan so'rab qildim. Ismi nima? Nima ish qiladi? Adres-chi? Nevra akam huduqib ketdi. Shunchalik huduqdiki, biror yolg'on ism va adresi yoniga kelmadi. Qizirib, buzirib ketdi. Axir kulib turib. Nima qilatding? Nimaga shuncha qiziqib qolding, Farida? degan so'zlar bilan qutulishga tirishdi. O'ttirada muhim bir sir bor edi. Keldigan hafta uyga borganimda hammamdan so'rayman. Deganimda u texmi battar qizdirib. Hargiz undaq qilma, opam uning etini chiqarma. Opam u kishi bilan ko'rishishni sodlik xolamaydi, Farida, deb yolvorishga boshladi. G'azab bilan o'rnimdan turdim. Zo'rimizo tutishga tamshalgan qo'limni yanchuqimga tiqib. Dadamizning va o'zingizning do'stlari meni qiziqtirdi deb o'ylasangiz xatolashsiz. Sho'xliqimdan shundoq o'rinsiz gapni qilib qo'ydim, dedim-da chiqib ketdim. Shu kundan keyin qachoniki Kamran maktabga kelsa, har xil bahonalarni tepib ko'rishmasga tirishardim. Har qitim kelgan sovg'alarni sinfda yoki bog'da ichib, ishidagilarning hech biriga qo'l tekkizmasdan hammasini saboqdoshlarimga o'lashtirib berardim. Ish oydin edi. Baxtli to'l cho'qim musha atrofda bir yerda o'ltirsa kerak. Ashu kechadan keyin ular va'da qilishgan. Davra akam pat-pat uning yiniga berib turdi. Shu o'tirada menimi yo'qlab o'tdi. Xalqan axloqsizligini qilib ma'nimidi. Biroq meni o'tirda o'yinchi qilishlari behmo'chinimga tegadi. Bu narsa esimga kelsa, badanim o'tdek yinib ketadi. G'azabdan yig'lab atmaslik uchun lavlarimni tishlaydim. Narimanning nada o'ltirdiganligini uydagilardan so'rab bilish hech gap emas. Lekin bu xotinning ismini tilga elish chidab turg'ili bo'lmaydigan ishdek bilinadi. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Reshat Nuri Gontekinning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Chalaqushi nomli romanini bugun mushaygacha anglatdik.